Assalomu alaykum hammaga. Biza Bog'ot tumani Bulon Qorabog'damiz. Ko'pincha beni Lilin desa taniydi ekanlar avvaldan. Yosh o'smir mahallasi Gullola ko'chasi 9-uydamiz. Bu uyda ham ko'mir otapligini ishimizni bitirib topshirdik. 5 kun bo'ldi. Bedan bir joyimizni bitirib topshirdik. Bu ikkinchi joyimiz, xudo xolasa. Bu yerga ketgan materiallar hammasi o'zlarimizdan bo'ldi. 11 tochka bo'ldi, 9 yera material qo'yildi. Yurtimiz uyimizdan remontdan chiqqan. Uyimizdan shu zamonaviy alyumin batareyalardan qo'yib ishlatib berdik. 115 shtuk alyumin batareyamiz ketdi. 87 metr 25lik, 11 metr 32lik, 30 metr 20lik ishlatib berganmiz. Bu girki yerimiz dahonimiz. Bu yerimizda 20 latib birni, keyin baland polimizni 15 latib yana bir yere qo'yib berganmiz. Kotelimizni ham yoqib berdik. Bak spalnimiz, oxirgi tochkamiz koteldan 11, joyimiz yana 11 metr, bak 13, 24, 27 точно 30 metr uzoqlikda bu batareyamiz. Bu spalnimizni 20 latib qo'yib berdik. Kotelni yaqqanimiz ham 20 minutlar bo'ldi. Endi qizib boshladi, xudo xolasa. %46 gradus bo'libdi. Eng oxirgi batareyamiz bu. Bu yerdan toza oldik, yaxshi narsa ekan. Uy egalaridan bir qator ko'rsatib, necha gradus issiq berib turgani, boshqa aytgani. Uyimizda hozir uy egasida o'zi biometal batareyasi bor ekan, uni ham qo'yib berganmiz. Biometal bilan buni issiqlikni chiqarishida farqi bo'ladi ekan baribir. Xudo xolasa shuni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu 3-batareyamiz. Bu yerimiz zalimiz. Bu yerimizdan 20 latib bir yere koyduk. Kraskalarni ham urib taqlab boshladilar. Qo'ldan kelgancha alboylarni ham ishlab turmang. Orqasini ochib qo'yganimiz 3,5 sm hammeri bir tagiz. Bu ham yana başta oxirgi hisobi 45 gradus qilib turibdi. Bu ishlarni ham qo'ldan kelgancha alboylarni charjatib ishlab berdik. Keyin bir yerimizdan pastroq tushib o'tirdik. Orqasida banisi bor, buni boshqa iloji bo'lmadi. Boshqa yerdan parishni, shuning uchun shu yerimizdan o'tirib berdik. Bu davomimizdagi ikkinchi batareyamiz. Yerimiz 51 gradus qilib turibdi. Bundan elde hozir biometal batareyamiz bor. Uni qilishini ham bir qadar ko'rsatib beramiz. Bu 5-batareyamiz, biometal. Bu 52 gradus. Yani başta göreceğimizde çalarak kısıp durardı. Şimdi durup bu normallaştı okşuyor. Birimiz koridor kichkinaroq ekan. Birimize 10 lat birini qo'yib berdik. Aboylarni ishlaganimiz yana hammalarni qo'ldan kelgancha turgan razmerida ishlab berdik. Bellarimiz polni tushirib o'tirmadik, shuning uchun polni ustidan tashlab berdik. Spalnerlarimiz koteldan ketgan edi. Kotelimizga shu yerdan kirgan. Palacha bo'layotganimizdan yerimize birinchi tochkamiz hisoblanadi. 15 lat qo'yib berganmiz. Yerimiz 54 gradusda ko'rsatdi. Beşinci batareyamiz hadi. 6. batareyamiz ekan. Bu 7. batareyamiz.
Berimizden sıfırladığımız. Bacağımızdan şu değişen katyollar, padaça bıraktıyan şuradan çıkarıp başta ben taraftan götürüşe geldik. Baksana devalının içinden paksa var yani. Bir şey de kaldı. Şunun için dilin arkasını özünü gezip çıkarıp yakımıza kuhneye gitken. Ümit samatök sistemi baklarından şuradan çıkarıp ve 7. bataryamız. Yani konteyner ve kuhneye tarafa çıkan yönlerinden şuna konteyner düşürüp bu kuhneyemizdeki 8. bataryamız. Bu bataryamızdan 53 gradus verdim. Əmmillərini turba yiyib büküb, çiraylatıb, ötəlib, axırda şu bələnddə bir stikl qoydunuz. Bir banimiz birimizə 8'lərdir. Özündən banayken bataryaları kura işlətib verdik. Bu ümüzə geçən material özlərimizdən oldu. 31 milyon 500 milyon pul oldu. Birimizden şu 4 kitaplı 350 kvadrat tızdıralım. Üzerimize çıkan Samadiyak'a kat yollarımız koyamız. Morumuz Atsin koyu oldu. 114'lik. Kat yolumuz 40 gradus volt tuttu. Kömür yanmıyor anda toştu. Ben izgarmayalım. Size görüp bararızlar ki ben şimdi hizmetler gerek olsa pes nömrələrini kaldırmamız bağlanırızlar. Sağ olun ve selamet olun.